Odam, senga abadiyat daraxtini va zavolsiz bir saltanatni ko'rsataymi? Shayton pichirlagan eng birinchi yolg'on, qalblarga kirgan ilk vasvasa. Ha, inson aldanib qoldi. O'sha lahzada ilohiy buyruq berildi. Jannat darvozalari Odam alayhissalom va Havvo onamiz uchun yopildi. Odam alayhissalom bir makonda, Havvo onamiz esa boshqa bir yerda. Insoniyatning sinovi uzoq va qiyin bo'ladi. Iblis aytdi: Azizliging bilan qasam ichaman. Shubhasiz barchasini yo'ldan ozdiraman. Faqat sen tanlagan bandalaring bundan mustasno. Shu paytdan boshlab dunyo qutulishni istaydigan sinov maydoniga aylandi. Yer yuzida ilk bor bir ona o'z farzandini tuproqqa qo'ydi. İlk bor o'lim og'rig'ini his qilishdi. Bu yer yuzidagi ilk ayolning hikoyasi, insoniyatning ilk onasi Havvo alayhissalom qissasi. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslandi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamrohlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga muvofiqlashtirildi. Ha, hozir insoniyat tarixining eng boshiga, hamma narsa boshlangan lahzaga qaytamiz. Cheksiz dengizlar, yastanib yotgan quruqliklar, yuksalgan tog'lar va ularni o'rab turgan keng osmon. Olam butun go'zalligi bilan nuqsonsiz edi. Yer shakllantirildi va bir tartib o'rnatildi. Ha, dunyo tayyor edi va endi u o'z xalifasini kutardi. Ushbu kutish asnosida Alloh farishtalarga ikki olamni ko'rsatdi. Rahmat bilan to'la jannatni va olov bilan to'la do'zaxni. Farishtalar bu ikki olamni ko'rganlarida ehtimol o'zlariga shunday savol berishgan: bu ikki manzil kimlar uchun tayyorlangan? Bunday yo'lning mas'uliyatini kim o'z zimmasiga oladi? So'ngra barcha savollariga javob tariqasida Allohning buyrug'i keldi: men yer yuzida bir xalifa, bir vakilimni yaratmoqchiman. Farishtalar bu yangi mavjudot yer yuzida tartibsizlik keltirib chiqarishdan xavotir olib so'radilar: biz senga hamd va sano aytib, seni muqaddas deb ulug'lab turganimizda, u yerda buzg'unchilik qiladigan va qon to'kadigan kimsani yaratasanmi? Alloh esa javob berdi: men siz bilmaganni bilaman. Bu javob hali noma'lum bo'lgan qimmatli bir sirga ishora edi. Bu yangi mavjudot farishtalar kabi nuqsonsiz va gunohsiz bo'lmasdi. U uni